sucedió. Assalomu alaykum. 2025-yil 13-iyun kuni tongda Isroil harbiy havo kuchlari Eronning harbiy va yadroviy obyektlariga keng ko'lamli hujum uyushtirdi. 200 dan ortiq harbiy samolyot Eron bo'ylab 100 ga yaqin nishonga zarba bergan. Natijada Eronning ko'plab yuqori martabali harbiy qo'mondonlari, yadroviy loyihalar ustida ishlayotgan olimlar va yuzlab tinch aholi vakillari vafot etdi. Isroilning hujumi hamon davom etmoqda. Netanyahu bu hujumlar 14 kunga mo'ljallanganini aytgandi. Isroil hujum boshlangan kun 13-iyunning o'zida Eron 100 dan ortiq ballistik raketalardan foydalanib javob zarbasini berdi. Tel Aviv va Isroilning harbiy obyektlariga yo'naltirilgan zarbalarning aksari temir gumbaz yordamida tutib qolingan. Eronning keyingi zarbalari esa eng ishonilgan havo hujumidan mudofaa tizimi ham zaifligini ko'rsatib berdi. Eronning har kunlik raketa zarbalari ortidan Isroilda ham yo'qotishlar va zararlar ortib bormoqda. Geosiyosiy dunyoning diqqat markazida turgan ushbu urush fonida ikki davlat Isroil